Bo'lmaydi. Hargiz bo'lmaydi. Yana bor. Alilri qarsila. Chet elning lo'nqillari bak esi. Karvatimning beshida ikkisi bor. Alilri, bular hammasi az uchraydigan esilmonlar. Xonish hargiz bundoq cho'qinli narsalarni yoqtirmaydi. Alilri. Xaf bo'lmaslar. Mening hech qanday sovg'at og'im yo'q. Alilri. Sevimli xonishim. Alilri, xabatalsiz ko'rishgin keldi. Tez kirsin. Hürmetli Alilri, Xonishning mavjud kunining oz qolganligini bilib, shohimiz Atoydan sovg'at avatdi. Tez ichib ko'rib boqaylik. Mushu bir necha oxrat bilan meni mazaq qilib otamsizlar? Mening haddim emas, Alilri, ochiqlarga hoybasizlar. Bu odatdagi oxrat emas. Bu bizning davlatimizning ustlari ko'l qo'yib to'qib chiqqan, ham yumshoq, oppoq, xonishga hammadan bek mos keladigan raqam. Axraxt pak sap buraxt bo'ladi ekan, menga yaradi. Rangi oxraqni yaxshi degili bo'lamdi. Ağlasaq davlatlarda usti bir odam bor ekan. Bo'lsa shu odam jahonda yo'q rangga bo'yab xonishga sovg'a qilsin. Albatta, mening davlatimda talant egalari nurg'un. Unda kichik ishlar hech nimaga tang emas. Alilri, ko'zimizni bir ichib qo'ygan bo'lsalar. Nəsirdin aka, bek xo'p ketdi. Ular texnik usul mashq qilib kelmaydi bu. Mening mavlud kunimga az qoldi. Menga nima sovg'a qilasizlar? Hurmatli Xonish, o kundagi ziyofatda men do'stlarim bilan birga sizlarga usul o'ynab beraman. Saqlamaylik. Biz ularni izlab boraylik. Sizin bozaracha bir qismini bu. Biz avval Ömerni izlab boqaylik. Voy, Ömerning gapini qilsak u kelyapti-ku. Hey, Ömer. Voy, Ömerga nima bo'lgandi? Qarang, Alim. Alim. Tag'ay, bo'ldi qo'g'lima. Tag'ay, bo'ldi qo'g'lima, to'xta. Oyjon. Obul kim-ku? Obul, buncha aldirash nega manda? Nəsirdin, sizlar texi bilmamsizlar. Podsho jahonda tangdish yo'q bir xil rangli fraxt bo'yash to'g'risida uqtirish chiqadi. Bo'yab chiqqanlarga cho'ng mukofot paket. Men boyning do'koniga berib bo'yaq ib kelay. Unda bo'lsa usul o'ynamamsizlar? O'ynamaymiz. Bularning hammasi fraxt bo'yag'ili ketdi. Biz usulimizni qanday qilamiz? Bu uqtirishning ta'siri bak cho'nkan. Hatto obulmi usul o'ynamaydigan bo'ldi. Yurtdoshlar suvdisidan qolmay, bunda qarg'ulachi ish qilsa yaxshi bo'lmaydi-da. O'ylab boqay. Tapdim. Bayxo'jam, yaxshi mana Bayxo'jam, bu yaxshi bilmaslar. Allah xolis, men yana bay oladigan bo'ldim. Do'kandagi bo'yoqlarning ba'zi biroz o'stirildi. Sizlar o'stiraman debla o'stirib olsizlar, Bayxo'jam. Bo'yoqlar mening qanday qilsam o'zimning ishi. Bayxo'jam, sizlar yana oshko'zlik qilyaptilar, ha? Sening nima qarang? Qalaymiqan bu yoqqa manglar. Avval podshoh degan jahonda tangdish yo'q rangning qanday rang ekanligini bilib olaylik. To'g'ri. Shuni bilishimiz kerak. Nəsirdin, sen bir chat tur. Mening savdo qilishimga daxl qilmay. Yo'qlab, mana. Beyim. Oy, xotin. Berkan. Chiroyli xotin. Oy. Aliyamma, agar siz bo'yoqni besib sotmay, o'zlari o rangni bo'yab chiqsalar, undaqda podshohning butun mukofotining hammasi sizlarning bo'lmamdi. To'g'ri. Hozirli berib payga aytay. Bo'ldi, bo'yoqlarni sotmayman. Sizlar qaytib ketinglar, ha? Ketinglar. Nima sotmaysiz? Nima sotmaydilar, ha? O narsa yuqori bahodosimi sotmayman. Qanaq?
Bayg'o'jam satmagandan keyin xaloyiq qaytib ketaylik. Ömer, olib. Biz yana qaytib usulimizni mashq qilaylik. Agar jahonda tangdish yo'q rangni bo'yab chiqolsanglar, podshohni nima mukofotlamoqchi? Altın palta. Altın paltada o'tin yarsan nima degan paysi? Agar shohim meni birni suyib qo'ydigan bo'lsa, xaloyiq men shunday havas qilib ketadi. Bo'ldi, biz usulimizni mashq qilaylik. Boy bo'yoqni sotmasa, biz raqni qandoq bo'yaymiz? Nəsirdin, sen raqni bo'yaydigan amal topa olamsan. Bu balkim podshohning birdamchilik qiziqishi bo'lishi mumkin. Biz yana usul mashq qilaylik. Yurunglar. Biz usul o'ynag'ili boraylik. Mening raq bo'yaydigan amalim bor. Men bilan menglar. Hey. Bamig'in, biz usul mashq qilaylik. Qandoq? Mening podshohning mukofotiga erishkim bor. Usul o'ynag'im yo'q. Raq bo'yag'ili boray. Hey. Nima degan raqlar bu? Men bo'yga raqning rangida qizilning ichida so'zsiz rang bor. Cho'qim jahonda tangshi yo'q rang. Men yeshilning ichida seriq rang bor, ko'k ranglik raq bo'yab chiqdim. Bu jahonda tangdishi yo'q rang. Mening bo'yog'im loyni ko'ydirib chiqargan rang. Intoyni aloyida. Orada bundaq rangni ishlatmaydi. O bol, yana o'zing ep qol. Begim, biz zodi qaysini olsak bo'la? Bu menimcha hammasilar jahonda tangdish yo'qdek ko'rindi. Hammani apranglar. Bir sinim qo'yib qo'ymanglar. Yana bu to'pirangni mag'ash beringlar. Qandoq? Bu ranglar bo'lamdi ekan. Qandoq? Hammasi chiroyli ekan, ammo buning qaysi jahonda tangdishi yo'q ranglik rang? Bu Abbos, jahonda tangdishi yo'q ranglik rang qani? Oliylari, mushularning hammasi shu. Buncha bola ko'p rangning qaysi jahonda tangdishi yo'q? Bu sus qizil, bu seriq yeshil, bu ko'k. Oliylari, qarsam bularning hech qaysi jahonda tangdishi yo'q rangda qilmaydi. Sizlar-chi? Bular faqat odatga o'ynarlar. Albatta, jahonda tangdish yo'q rangni bo'yanmaydi. Amsa oliylarining degini. Bu faqat bir sinoq. Jahonda tangdish yo'q rangni bir necha kundan keyin ko'rasiz. Asli mundoq ekanda. Bo'ladi, men saqlab turay. Qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, jahonda tangdish yo'q rangni bo'yab chiqinglar. Xo'p, oliylari. Nəsirdin to'g'ri debdi. Biz vaqtimizni raq bo'yash qisrab qilmaylik. Nadim jahonda tangdish yo'q rang bo'lsin. Birolla usulimizni yaxshi mashq qilsak bo'ladi. Nəsirdin. Hozir faqat senla bizga yordam qila olaysan. Raq bo'yashqimi? To'g'ri, faqat senla Qilamayman. Bu qilamayman degandan keyin tez kelsinlar. Biz usul mashq qilamiz.